Jahon tarixi 7-sinf 1-mavzu. German qabilalari va Rim imperiyasi. German qabilalari. Rim imperiyaning shimoliy hududlarida yashagan german qabilalarining ko'chishlari milodiy 4-6-asrlar Yevropa tarixida muhim voqealardan biri bo'ldi. Bu qabilalar haqidagi ilk yozma ma'lumotlar Juliy Sezarning Galliya urushi haqida xotiralar va Rim tarixchisi Corneliy Tacitning Germaniya asarlarida keltirilgan. German qabilalari Yevropaning shimolida hamda Reyndan Elba daryosigacha bo'lgan hududlarda yashashgan. Ular baland bo'ylari, ko'k ko'zlari, qizg'iz sochlari, jangovarlik va uddaburonliklari bilan janubdagi xalqlardan ajralib turardi. Germanlarning mustahkam hamda bir-biriga yaqin qurilgan qishloqlari bo'lmagan. Har bir oila o'tloq va to'qaylar bilan o'ralgan alohida xo'jalikda yashab dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. Urug'chilik jamoasi darajasida yashagan germanlarda yerga nisbatan jamoa yer egaligi mavjud bo'lib, urug' jamoalari hamkorlikda o'rmondagi daraxtlarni kesib, yangi yerlar ochganlar. Yerga avval oddiy yog'och so'qi yordamida ishlov berishgan, yerni o'g'itlashmagan, keyinchalik almashlab ekish usuli hamda omochdan temir plugga o'tilishi mehnat unumdorligini oshishi, hosilning ortishiga olib kelgan. Ular hayvonlar terisidan kiyim tikib kiyishgan, qilich, qalqon, bolta va nayzalar bilan qurollangan, urush va ov qilishni yaxshi ko'rishgan. Kundalik hayotlarida esa nondan ko'ra sut, pishloq va go'shtni ko'proq iste'mol qilganlar. Hunarmandchilikda asosan qurol-yarog', asbob-uskunalar, kiyim-kechak va idishlar ishlab chiqarganlar. Shu tariqa ularda kulolchilik, to'quvchilik, zargarlik, teri va yog'ochga ishlov berish sohalari rivojlangan. Ular temir, oltin, kumush, mis, qo'rg'oshin qazib olishni ham bilishgan. Qadimgi Rim bilan savdo-sotiq qilish german qabilalarining hayotida muhim rol o'ynagan. Ular rimliklarga qullar, chorva mollari, teri, kahrabo yetkazib berishgan. Rimliklar ularni sopol, shisha, bronza, idishlar, oltin va kumush taqinchoqlar, qurollar va qimmatbaho matolar bilan ta'minlaganlar. Germanlar jamoasi davlat vujudiga kelguniga qadar urug'chilik bosqichini boshdan kechirgan. Shu bois siyosiy tuzilishning asosini qabila tashkil etib, qabilani xalq yig'inidan saylab qo'yilgan konunglar boshqarganlar. Konun so'zining ma'nosi zodagan shaxslardir. Ular o'z qabiladoshlarini buyruqdan ko'ra shaxsiy namuna ishontirish orqali boshqarganlar. Qabilaning barcha qurollangan erkin vakillari ishtirok etadigan xalq majlisi oliy hokimiyat organi hisoblangan. U vaqti bilan chaqirilib, eng muhim masalalarni, qabila boshlig'ini saylash, qabilachilik nizolarini bartaraf etish, urush e'lon qilish va tinchlik o'rnatish kabilarni hal qilgan. Qabilani yangi joylarga ko'chirish masalasi ham qabila majlisida hal qilingan. Germanlar jamiyatda bora-bora harbiy bo'linmalar, drujina, ularning sarkardalarning tobora yuksak nufuziga ega bo'la boshlaydilar. Ushbu jarayonda mulkiy tabaqalanishning kuchayishi 4-5-asrlarda boshlanadi. O'zaro va tashqi urushlarning ko'payib borishi asosiy rol o'ynaydi. Natijada siyosiy tuzumda ham o'zgarishlar boshlanib, 4-5-asrlarda Aleman Got franklarning yirik qabila ittifoqlari shakllanadi. Qadimgi germanlar dinida alohida e'tiborga ega kohinlar, muhtasham ibodatxonalar, dabdabali marosimlar bo'lmagan. Ular tabiat kuchlari, osmon, momaqaldiroq, shamol va yerni ilohiylashtirganlar. German qabilalarining ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o'zgarishlar hamda Rim imperiyasi bilan doimiy aloqalar ularning diniy e'tiqodi o'zgarib borishiga olib keladi. Qabilalar orasida targ'ibot orqali xristianlik dini tarqalib, ijtimoiy taraqqiyot yanada tezlashadi. Germanlarning G'arbiy Rim imperiyasiga bosqinlari. 4-asrdan Rim imperiyasi o'zining avvalgi qudratini yo'qota boshlaydi. Bu jarayonning qatori sabablari bo'lib, ularda eng asosiy qullar mehnatining past darajasi edi. Tarixda ma'lumki, qullar ishlab chiqarish sur'atlarining o'sishidan manfaatdor bo'lmaganlar. Imperiyaning inqirozi qullar sonining ko'payishida asosiy o'rin tutgan, tashqi istilochilik urushlarining bo'lmasligi muammoni yanada jiddiylashtirgan. Boshqaruv hokimiyatini shuningdek, qo'shni oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, jang qurollari bilan ta'minlash zaruriyati soliqlarning yildan-yilga oshishiga olib keladi. Bu esa oddiy shaharliklar va dehqonlar orasida ham norozilik kayfiyatini kuchaytiradi. Inqiroz 395-yil Rim imperiyasining ikkiga g'arbiy va sharqiy qismlarga bo'linishi bilan yakun topadi. Kuchli inqirozni boshdan kechirayotgan G'arbiy Rim imperiyaga german qabilalari, vandallar, veskotlar, oskotlar, angllar, sakslar, franklar va boshqa qabilalarning hujumlari kuchayadi. Veskotlar, g'arbiy gotlar, askotlar, sharqiy gotlar degan ma'noni anglatadi. Xalqlarning buyuk ko'chishlarini sharqdan Yevropaga yurish boshlangan ko'chmanchi Hun qabilalari tezlashtiradi. Hunlar taqibidan qochib Rim imperiyasi hududiga o'tgan veskotlar imperiya qo'shinlarini tormor etadi. Ushbu mag'lubiyatdan so'ng imperiya o'zini o'nglay olmaydi. Shu sababli 410-yil veskotlar sarkardalari Alariq boshchiligidagi Boqiy shahar nomidagi Rimni egallaydi. Veskotlar shaharni 3 kun talashadi. Aholining qarshiligi hamda oziq-ovqat zaxiralarining tugash varvaralarni shaharni tashlab Janubiy Galliyaga chekinishga majbur etadi. Aynan veskotlar 418-yil Janubiy-g'arbiy Galliyada ilk varvar qirolligi, Veskot qirolligini tuzadilar.
Ko'p o'tmay Vandal va Alan qabilalari Shimoliy Afrikada, Askotlar Italiyada, Franklar Galliyada, Anglosakslar Britaniya orollarida joylashib, o'z davlatlarini barpo etadilar. Oskotlar Italiyada poytaxti Ravenna bo'lgan kuchli qirollik tuzganlar. Ularning qiroli Teodrik antik madaniyatni saqlash va Rimni qayta tiklashni maqsad qilgan insondir. Uning bosh vaziri rimlik ododagon, yetuk faylasuf Boethius edi. Boethius o'zaro urushlarni to'xtatishga harakat qilishga qaramasdan, oskotlar va rimliklar o'rtasidagi ixtilofni bartaraf etishning iloji bo'lmaydi. Ziddiyatlar faqat oskotlar eng yaxshi yerlarni egallab olganliklari uchun emas, eng avvalo din, urf-odatlar, tildagi talafotlar tufayli bo'lgan. Askotlar va rimliklar o'rtasidagi kelishmovchiliklar Bizantiya istilolari 6-asr o'rtalariga kelib, Oskot qirolligining qulashiga sabab bo'ladi. Lekin tez orada Shimoliy Italiyaga yana bir german qabilalari Langobardlar bostirib keladi. Ular Langobard qirolligini tuzadi. Bilag'onlar uchun G'arbiy Rim imperiyasidagi harbiy sarkardalardan biri Odoaker 476-yili o'z qo'shini bilan isyon ko'tarib, so'nggi imperator Romul Augustusni taxtdan ag'darib, monastirga yuboradi. Imperatorlik nishonlarini Konstantinopolga yuborishni buyuradi. Ushbu sana taxt Yevropada qulchilik jamiyatining yer egalligi munosabatlariga feodal jamiyatga o'tishning boshlanganligini anglatadi. Atamalarning izohi: Konung qabila boshlig'i, zodagonlarning oliy vakili.